budi. Ko'tarish kerak bu narsani. Ishini ichiga qamat qilmoqchi bo'ldi. Mandan o'tganim bilmay qoldim. Yerda yo'q, cho'zilib qoldi. Xonani ichida urib ko'chani eshigi ochib otib. Ichkaridan otvardilar. Sudni qarorisiz. Men bugun sudga borib keldim. Sudi Valiyev menga qarorlarni hammasini chiqardi. Hech qanaqa sud bo'lmagan. 23-dekabr kuni ular qaror olyapti, soxta qarorni. Dachanikini. Dachanikini. Salonni nomini aytinglar. Premier avtosalonni Mana ko'rsalarni videosini ko'rsataymi? Black Horse degan MCG bor. Hop. O'shan balansida turibdi. Hop. MCG ta'sischisi. Bularni Qaysi yo'l bilan o'tgan? Qaysi yo nuqtada? to'xtatingiz bo'lgan? Ravshan aka? Qaynag'an bo'ladi. Oldi sotdi faqat bizada Ravshan aka 2 kilometrdan oldi sotdi. Sallaga qanday oldi sotdi bo'lib ketdi? O'zgarib, MCG rahbari Mirzayev o'tgan Kim ruxsat berdi u narsaga? MCG ta'sischi Mirzayev o'tgan bo'lmasin uchun qonuniy tartibda o'tgan. Hop. Qandoq? Bazalardan turibdi. Kadastrda G'oyat Bo'stonliq tumani kadastr bo'limiga borib uchrashsalaringiz, ko'tarsalaringiz mana shu joy, mana Ugan mahallasi, Konsoy ko'chasi. Qilgan uni soxtalashtirib, qonuniy qilingan bu narsa. Agar aka bitta narsada Bu agar narsani-chi sudda aniq kiritiladi bu narsa. Analiz bo'ladi, butun tikilgan, pul olinmagan bu yerda, pul tikilgan, chek hammasi yozilgan menda. Uktamga salom etib qo'y, Telegramdan uchirganlarini hammasini chiqostiriladi. Isboti bilan chiqozib sudda dokazat qilinadi bu narsa. Biz u narsani Bo'stonliq tuman prokuraturasiga berganmiz. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limiga bergan. Undan tashqari xonadonni Endi men beraman. Endi meni eshitsinlar. Endi meni eshitsinlar. eshitamiz. dacha egalari aytishi bo'yicha joy ularniki, ularning nomida aldov yo'li bilan olishgan deyapti, lekin bu yoqda olgan odamlar bo'lsa, kelgan odamlar da'vogarlar bizni o'zimiz dachani уже olib bo'lganmiz nomimizga qonuniy deyishyapti. Xullas juda ham sporniy вопрос. Endi sudda hal bo'lsa kerak. Hozir